Aynan shu shirinlikni hoziroq qilishni boshlamasangiz bo'lmaydi, chunki ta'mi juda ham ajoyib, yegan odam og'ziga yoqadigan zo'r bo'lib chiqadi. Ko'p ta'rif bermayman, yurechani bosib qo'yib videoni ko'rish davom eting, yaxshilab o'rganib olasiz. Birinchi bo'lib quruq masalani tayyorlab qo'ydim. Ketidan suv, tuxum hamda o'simlik yog'i solib yaxshilab aralashtirib oldim. Uksus, soda hamda qaynoqqina suv qo'shib olamiz. Endi obdon bir xil massa bo'lgunigacha yaxshilab aralashtiramiz. Ikkita bir xil qolipga chiroyli qilib sovolamiz. Ichidagi havollarini yaxshilab aralashtirib chiqazib olamiz. Endi topishib chiqqunigacha krem tayyorlab qo'yamiz. Qaymoq, sariyog', shakar solib yaxshilab eritib olamiz. Issiqligida shokoladlarni shunaqa eritib olamiz. Pishgan biskvitimizni teng o'rtasidan bo'lib olamiz, ustidagi ishgan qismini esa olib tashlaymiz. Endi xohishga ko'ra chiroyli qilib idishga solib yasatishni boshlaymiz. Sut bilan propitka qilamiz, krem bilan to'yintiramiz va ustiga ikkinchi qavatini yopamiz. Eng ustki qavatiga ko'pgina krem qilib, xohishga ko'ra yasatib olishingiz mumkin. Bemalol shu holda sotuvni ham yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Yoqqan bo'lsa, yurechani bosib qo'ying, ko'rib xursand bo'laman. Bir xil xamir, lekin ikki xil shirinlik. Ushbu retseptni to'liq qoldiraman. Yaxshi sifatli xona haroratida erigan sariyog'ga un qo'shib yaxshilab aralashtirib olamiz. Ketidan Kamilka brendining qaymoq va smetanasini solib, ketidan tuxum sarig'ini qo'shib yaxshilab xamir qorib olamiz. Vanilin shakari va qabartma qo'shishni unutmaylik. Endi har birini 30 grammdan o'lchab, xuddi shunaqa zo'lachalar qilib olamiz. Bezak uchun muzli tuxum oqiga tuz va limon kislotasini solib ko'pirtirishni boshlaymiz. Massa bo'lishi bilan shakarni oz-ozdan qo'shib, xuddi shu holatga olib kelib olamiz. Zo'lachalarni xuddi somsaga xamir ochgandek qilib, orasiga bezak solib, xuddi shu ko'rinishda o'rab olamiz. 170 gradusda 25 minut yoki 30 minut davomida pishirib olamiz. Tvorogli nachinkamiz uchun yaxshi sifatli suvsiz Kamilka brendi tvoroglarini qo'shib olamiz. Ustidan tuxum, kraxmal, shakar va vanilin shakarini solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Somsaga ochilgan kattalikdagi xamirlar orasiga bir osh qoshiqdan nachinka solib tugishni boshlaymiz. Bu shirinlikni ham 170 gradusda 30-35 minut davomida pishirsak yetadi. Ustini xohishga ko'ra bezatib olasizlar. Foydali bo'ladi degan umiddaman. Yaqin tanishingizga yuborib, yurekchani bosib qo'yishni unutmang. Ovqatlanmaganingizdan keyin sizni ham shirinlikka tortadimi? Issiqqina choy bilan ovqatdan keyin bitta shunaqa qo'qon holvasidan yevasangiz bormi? Har doim o'zingiz uy sharoitida tayyorlaydigan bo'lasiz. Shakar bilan suvni chak-chakka sirup tayyorlaganda tayyorlab olamiz. Alohida idishga sariyog' solib, ustidan tayyorlangan sirupimizni quyamiz. Sariyog' 100% erigandan keyin sifati va mazasi bo'yicha ko'pchilikdan ajralib turadigan Samara Foodda 35% suxoy slivkalardan qo'shib olamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Suxoy slivkani ikkiga bo'lib solamiz. Shunda aralashtirish yana ham osonroq bo'ladi. Xohlagan idishingiz tagiga pergament qog'oz solib, tekis qilib ustlarini qaysi turdagi chaqchuqlarni yaxshi ko'rsangiz xohlaganingiz ustidan sepishingiz mumkin. Men assortisini sepdim. Har birini ustini bosib 1 soatga muzlatishga qo'yiladi. Bitta yurekchani bosib qo'ying, ko'rib xursand bo'laman. Haqiqiy afganskiy Napoleon. Bezaklari kumur-kumur bo'lib, umuman yumshab qolmaydigan eng zo'r, eng ishonchli retseptimni tekinga beraman. Faqat bittagina sharti, yurekchani bosib qo'yib, keyin videoni ko'rish boshlang. Un bilan margarin kroshka qilinadi. Qabartma, tuxum sarig'i, smetana solib, xamir qoriladi. Xamir teng 3 ga bo'linib, biroz tindiriladi. Tuxum oqiga limon kislotasini solib, ko'pirtirishni boshlaymiz. Oz-ozdan shakar solib, qattiqqina holatga keltirib olamiz. Har bitta qavatiga alohida bezak qilinadi. Shunda bitta qavat uchun 3 ta tuxum oqi ketadi. Yong'oqlarni ko'pgina sepib, pishirishga duxovkaga yuboramiz. Endi krem uchun men doim morojniy krem qilaman. Shunda ta'mi me'daga tegmaydigan o'rtacha shirinlikda bo'lib chiqadi. Xohishga ko'ra yasatib 3-4 soatga xolodilnikka qo'yib, keyin tanovul qilishingizni maslahat beraman. Yurekchani bosib qo'yishni unutmaysiz. Bilasizmi, aynan shu retsept orqasidan ancha-muncha daromad qilishingiz mumkin. Shuning uchun yaxshilab o'rganib oling. Birinchi bo'lib kremni tayyorlab qo'yamiz. Qaymoq, sariyog'ni yaxshilab gazda eritib olamiz. Biroz erigandan so'ng gazni o'chirib, oq shokoladni solamiz. Blender yordamida 5-10 daqiqa yaxshilab quyultirib olamiz. Ustini yopib 5-6 soatga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Tuxum bilan shakarni yaxshilab ko'pirtiramiz. Massamiz 4-5 barobar ko'payishi kerak. O'simlik yog'i, sut, razrixetil hamda vanilin shakarini solamiz. Ketidan un qo'shib yaxshilab aralashtiriladi. Pergament qog'oz solingan listga chiroyli qilib solamiz, pechga pishirishga yuboramiz. Singdirib, qizartirib pishirish shart. Bo'lmasam pichoqda kesishda juda ham qiynalasiz. 48 bo'lakka bo'lib olamiz. Orasiga endi sirupini tayyorlab olamiz. Sungshon moloko hamda qaynoq suv solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Endi birin-ketin sirupga botiramiz, keyin esa qilgan urvog'imizga botirib olamiz. Birinchi bo'lib qilgan aynan shu kremimizni
qotdi. Endi uni ustiga shantipak solib, quyuqqina krem holatiga keltirib olamiz. Xohishga ko'ra teng yarmiga rang qo'shishingiz mumkin. Men teng yarmiga bir osh qoshiq kakao qo'shib yubordim. Yurakchani bosib qo'ysangiz xursand bo'lardim. Kun bo'yi tetik yurib, hamma ishga ulgurishim sababi aynan shunda. Qozonchaga 2 osh qoshiq kakao, 4 osh qoshiq shakar va qaynoqqina shaqillab turgan suvni solib, birroz aralashtirib yuboramiz. 2 minut qaynatsak yetadi. Ketidan sut solamiz, qaynab chiqishini kutamiz. Shokoladni yaxshi ko'radiganlar uchun eng zo'r ichimlik bu. Kun bo'yi tetik va yaxshi kayfiyatda yurishingizni ta'minlab beradi. Yurakchani bosib qo'ydingizmi?